o'shaninglar bizda televizor bor edi. Xonamizda bilasizlar televizor bor. O'sha televizorimizni buzilib qolgan. Televizorimiz hozir ustida. Endi bularni ko'rib o'tiribdilar, nima ko'rsalar, nima eshitsalar. Hop, mamamdan o'zingiz ulab turib, bunga o'zingiz ulab, mana yoqda o'zingiz bunga ulab turib. Voy biling. Simlar olami. Hop. Buni bunday yoqib qo'yaman, shash. Вот mana yoqdan ham uzinetilga konditsioner ulab. Voy. Bu yoqdan yoqish rejimini bosib, bu yoqqa chiqib. Oy. Konditsioner yoqmasam pultini topolmayapman. O'lib qolaman. 2014 yil Daku bilan baravarmas. Derazani yopaman sразу. Chunki u nomon emas. Hop, mamaga kelgan edik. Qaynishingiz bormi yo faqat bitta o'g'ilmaysiz? Bitta o'g'illar. Doim 24 molda yurasizmi yo faqat otganingizda taqasmi? Uyda ham demoqchiman. Ya'ni suku yo'q, men shunisidan ham kelin bo'lganimdan keyin necha kundan keyin o'sha hijobda emas yurganman-da, o'sha bemalol hijobda emas, prям futbolka, shalvarlarda yurganman. Kelincha kiyimlarimni почти uyda bu kim chiqib qolmasa kiymaganman umuman, chunki yoqtirmas edim. Derazalardan ko'rsatgan hozirgi kunda ishlayotganingizni xavf. Buni o'qidim. Shu yoqtirmas edim. Qiziq savollar bersam, shunaqa atlet beraverdim. Yoqtirmas edim. Вот mana bunaqa kremam bor. Agar misol uchun qizlar ko'p ishlatsa ham bo'ladi, buni bolalar ishlatsa ham bo'ladi. Qanaqa? Bu kremni men rosa qidirib Sichimoldan olganman. Ko'pchilik yuzini terdirsa, mamutini qanaqadir o'zini pichoqlari bor-ku, o'shani britvalada olsa, mayda toshmalar chiqib ketadi-ku. O'sha mayda olgani, yoqmagani uchun chiqib ketadigan narsani mana shu uspokashiya qiladigan narsa. Ya'ni shu ugrilarni qaytarib, aniq qiladigan narsa. Buni mana shuni bergan, ishlatib ko'rganmiz, to'y bul ishlatarlar, har doim soqollarini olganlardan keyin buni surib oladilar, shu mamutlarga gujullab uri chiqib ketmasligi uchun. Qatta turasiz, qo'shilmasmi, mana shunaqa kelin deb tushdim yaqinda. Kirib qattida turasiz. Qo'shilmasmiz, Olmazor ko'chasida turaman. Вот mana bunaqa. Sprey buni ham anaqasi bor, rezultati bor, buni ishlatib, voy qornim ochib ketdi. Rezultati bor, ishlatib ko'rganman. Buni. Haqiqatda rezultati bor. Просто menga mana losyonnikini постоянно har kuni ishlataman. Chunki losyonning effekti yaxshiroq. Voy, xuddi manikansiz kelinda narsalarim ko'p taqmagan chunki chalasiz. Yo, men haqiqatdan uzun ko'ylaklar, ana bu xilma aytaman-da ko'pchilikga. Hijobda bo'lib turib, uzun endi yo'qlikka savolinglar. Nima demoqchi edim? Haqiqatdan uzun kiyimlarni yomon ko'rardim men kichkinaligimdan. Ko'pchilik aytadi, hijobdamisiz deb, yo, men ro'moldan deb aytaman, chunki shim kiyib yuraman, bilasizlar. Mana. Shokolad. Pardonimi? To'xtab turing. Bu payt. Nima? Deb aytdim. Tushunmadim. O'zingiz kimni to'g'rimi? 2005. Вот mama SPF-am zo'r ta'sir qiladi. Homiladorlarni o'ylayman. Hop. O'yladim zo'r. Atvet ekanam. Drama ko'rasizmi-da? Ko'rardim. To'ydan oldin ko'rardim. Bo'ldi. Chunki 2 oy uyda bo'lganman to'ydan oldin. Chunki ojon qaynonam bilan xohlamaganlar. Ko'chada yurishimni. O'shaning uchun постоянно to'ydan oldin 2 oy uyda o'tirganman. Shart qo'shgan shu. Agar 2 oy uyda o'tirmay ko'chaga chiqib ketsangiz bo'ldi, siz kelin qilmaymiz deyishgan.
Xohlashmagan ko'chaga chiqishimni. Ko'chaga chiqsam ne xohlashmagan. Ko'chaga chiqsam men bular bilan urushib ketardim. Nimaga? Что kimdir gapirib qo'yardi, nimadir bo'lardi. Yoki so'chiliklar mana shunaqangi jimir bo'lardi. Ko'proq qora ro'molda o'rarkansizda qaysi drama yoqtirasiz? Esimda yo'q. Egillikka savolinglarda. Oxirma yosharkan rahmat. Kostyum ishimizda 200 ming berasmi? Yo'q. 200 ming kostyum ishimiz u. Insof bilan so'rang. Beraman. O'zicha kelinchi kiyimlarimni ham sotib olmoqchiman, to'g'risi. Shu kelinchi kiyimlarimni sotib olaman. Oladiganlar bo'lsa, olinglar. Kelin bo'lish arafasida yuradigan qizlar bo'lsa, olinglar. Qorinli bo'ypat ochaverar ekan. Men 2 kundan beri ovqat yeyotganim yo'q. Endi menga ovqat yemayman deb hech kim majburlagani yo'q. Ishtaham bo'lmadi. Bilmayman, 2 kundan beri umuman ovqat yey olganim yo'q. Yegim kelyapti ovqat, lekin yey olmayman. Siz olib keldingizmi to'g'rilaysanmi? Mana. Dezodorantimni bitta nima? Ben şunu işletemem bu oldu. Başka çıkarak dizdiren işletemem. Böyle benim Nivea'nın işlerleri. Bir tane kımbar. Bu oldu. Kalgan hamması qo'l kremlar. Nima bo'lsa hamma narsani olib tashurmanglar, maslahatim sarflaylarga. Faqat kerakli narsalarni olinglar. Bo'lar bo'lmas, mana to'lib tursin deb ham olib tashlasanglar, yo'qish mumkin. Kiyilgan kiyim kim kiyadi? G'alatimisiz? Siz nima umuman kimdir ustidagini kiyib turmaganmisiz, kiymaganmisiz hech qanaqa kiyim? Kiyilgan kiyim emas, men aytib turibman-ku, 2 marta, 3 marta kiyganman. Qaytib kiymaganman, 2 marta, 3 marta emas. O'sha o'tgan hayitlikda 1 marta o'sha challashib kiyganman. To'yimda 2 kun kiyganman. Kelinchi kiyimlarim bo'ldi. Kiymaganman qaytib. O'shancha aytaman. Bir xillarni sharoiti yo'q deyinki, qimmat hamnaqa. Kelincha kiyimlar bo'ladi-ku, kelin salom qiladigan. Ularni sotib olishga. Qimmat bo'ladi yenglar. Ko'p deyishadi, taksi ko'rsatmasmi yo'q. Birdaniga qornim ochib ketadiganingizga aytdim-da. 200 ga berasizmi? Olardim, naqd beraman. Yo'q, 200 ga sotmayman. Ansamblda bor-da, Samarqandda bilan to'shgan. Bilmadim to'g'risi. To'g'risi вообще bilmayman. Qanaqa farq qiladi? Bilmayman. Вот. Imamning mushkambarlarim. Bunaqa kiyasmi kiygan kiyimni. To'g'risini aytsam, men prokatga olgan paytlarim ham bo'lgan. Kiyganman prokatga olib. Buni hech qanaqa uyatli joyi yo'q. Kamukak. No agar qurbim yetsa, men qurbim yetgani uchun ko'pincha ko'p narsalarni yenga olaman. Lekin boshda ham o'zgararkan odamman-da, shunaqa bo'ladi, hech ham yoqmaydi, yo'q-e. Menga unaqa negativchilik qilishinglar shart emas. Men qo'ynimga olib yig'lab o'tirmayman. Chunki bir kiyganimda kiyasmi yana deb qaytib so'ragan odamlar bo'lgan. U paytda o'zim kelin salomga, ansambllarga kiyib yurganim uchun yo'q, hozir sotmayman degan edim. Hozir sotib olaman. Primoyda ko'rsating, sotadigan kiyimlaringizni olardik. Diademalaringiz ham sotasizmi? Diademalarim, hamma narsam sotib olaman. Kerak emas, chunki ishlatmayman. Hozir ham video otganimsizda, siz videolaringizni ko'rib biram havasim keladi. Rahmat, sizlarga yaxshi bo'lsin. Betotda bular qizlar olmasin. Gapi o'shada. Hop, sizlar o'sha rostdan ham shuni ayting. Yaxshi gapirsa boshqa chiqishasizlar. И вот atirlarim почти qaranglar, hammasi tugagan. Miss Dior emas, bir balo. Короче, boshqa Dior emas, Miss Dior emas, boshqacha. Buni hidi прям вообще zo'r. И вот mama eng ko'p qaynonam ham ko'p so'ragan atirim mana shu. Qayerga borsam mana shu atirimni so'raydi ko'pchilik.
Menimcha mana atir hammani oysida bo'lgan, meni ham oyimda bo'lgan. Men 600 oyma berdilar bu atirni salpamga. No, mana bu ham уже ozgina qolgan ishlataman buni ham. Atir olishim kerak. Вот. Mana men atir bu jiyanimniki, jiyanim menga bergan. Sizlar kelgan kiyimni men oldim. Majburlamayapti hech kim oladigan qizlar so'rayapti-ku. Sotadigan kiyimlaringizni ko'rsating ham. O'shada yonimga olib turinglar mana shunaqa. Nima u desam ham dur. Qo'pol gapirgim kelmaydi. O'sha kelinman, oldingi primoyimda agar bo'lgan bo'lsa, yana bilmadim. Bular ichida bor ekan, hali tugagani yo'q. Oldingi qizlik paytimdagi primoyim bo'lsa, so'kardim mana deb. Voy yaxshi gapirsa, voy nima deyapti bu qizcha. Yoqmayapsiz. Короче, bloksiz. Qanday tushundingiz? Bitta qiz sasiyapti. Kiyadigan kiyimlarni kim kiyadi? Bir nima deb pошёл ты вон отсюда. Men вообще-то аккуратный kiyaman. Sizga berib ishlatmaydigan narsalaringizni. Meni sinirlarim, родной singlim yo'q, meni jiyanlarim bor. Hali ular kichkina, qayni singlim ham kichkinali. Hali ancha bor ular bunaqa narsa ishlatishligisiga. Ular to katta bo'lib ishlatgungacha meniki srogi o'tib, dabdalasi chiqib, odam zamondan qolib ketgandek bo'ladi. Hozir ko'rsating sotadigan kiyimlaringizni. Hop. Ko'pchilik kiyadi-ku. O'zingizlardan kim yasa olasizlar, bilmayman bor-ku. Dumalar вообще zo'r hidida вообще. Xuddi как будто kiymagandek gapirmaylar. Shunchalik вообще boymi bilmayman hozir menga kim edi buni oldin blokka taqqan qizim. Shunchalik xuddi kimnidir kiyimini kiymagandek menga shuni o'ylayman. Kamida o'sha ham kimnidir kiyimini kiygan. Yomon ko'raman bor-ku, o'zidan kimdir yasab olgan qizlarni. Kim kiyadi siz kiygan kiyimlarni? Bor kiyadiganlar. Meni jiyanlarim ham qizlik paytimdagi to'g'ri keladi endi. Hozirgi yoshlar shago'dasi va mundoq-ku. Men bo'yimdan bir qadaji qaynisinglimni bo'yi baravarman bar. Kiyimlarim bo'lsa-da ularga beraman. Ko'chaga kiyadigan kiyimlarim bir maza qilib kiyib yurishibdi haligacha. Просто mamnaqa kelinchi kiyimlar kiymaydi ular hali bor ularga. Ularga yangi olinadi, yangi. Chunki men ular katta bo'lgungacha bittasi 12 yosh, bittasi 11 yosh. Ular katta bo'lgungacha hali har xil ming xillari chiqib ketadi. Ular уже kiymaydi u paytda. Bitta gap bilan, unaqa chiqadi bitta gap bilan. Unaqa qizda voy tiqib yotibdi-yu, unaqa kiyim sotadigan gruppalar. Menikini sotishga ham hojat yo'q, singlim kiyadi. Yani hammada singlisi bor, kimdir bor, yosh katta. Amanda yo'q bo'lgani uchun kimdir ololmayotgan bo'lsa, o'zini narxini teng yarmiga sotib yuboraman. Davomli. Hech qayerga bir fotolarim turibdi, hech qayerda men bunda tilinmagan ham. 2 marta, 3 marta salom qilganmanmi, yo'qmi? Chunki bular unaqani salom qil va oyjon tur ertalabdan yaltur kiyimlaringniki vashsha bo'lmagan bizda. Kiyib yurganman qanaqani. Villur kiyimlar bo'ladi-ku, qishda tegganman-ku yerga. O'shanda kiyib yurganman, atak boshqa hech nimani kiymaganman. Voy, hech nimani kiymaganman. Haqiqiy ismingiz Umidami? Sumayam. Haqiqiy ismim o'zi Umida, lekin men Sumay deb chaqirishadi. Ko'rsatingchi kiyimlaringizga qiziqyapman, dumalab pushti. Duhidinom, atrizinom aytvoring. Bu atir nomi bilmayman. Inka bir balo o'qimayman. Uzun yozilgan ekan. Rostdan o'qimayman. Sharmanda bo'lib o'qiyman. Lучше o'qimayman. Hop, men kistichkalarim вообще. И вот men ba'zan ishlatardim. Mana уже tugagan, buni уже ishlatolmayman, tashlavorman. Birinchisi zo'r edi, yashil esingizda bormi? O'sha oshxonada gapirmay gruppalarda sotishingiz bo'ladi. Menga berib yuboring kiyimlar. Ko'rsating kiyimlar qiziqqanmi? Hop, qatki kelin bo'lib tushdi Sumaya, anaqa kiribga. Ana aytishdi sizlarga. Tashlavorman, уже shunday bilmayman, men olgan ko'p narsalar birak chiqadi, men bilmayman, borib qaranglar. Men jinni buni ishlatolmay qiynalganman. Mana shuncha bugungacha mana shu cho'pi chiqib qolgan. Burab ochaman desam, ochganimda ham chiqmaydigan bo'lib, kirib ketgan bitta joyga. Talon pulga olganman, shuni ham ba'zan yozam. Talon pulga olganman, tashlavoring yoki yotmaydi-ku, ovora bo'lma narsalarni, kiyimlarni sinach sotilyaptilar o'sha. Bizga nima surgan ko'rsating kontur
kelib faqatiga Olmazor ko'cha. Qalaysan, yaxshimisan? Men kursdoshim Robiyaman, o'rganib ketdingmi? Qaysi Robiya? Robiyalar ko'p bo'lgan-ku. Qaysi biri? Yaxshiman, Xudoga shukr. И вот o'zimcha laklab olganman, lekin so'ramayman. O'zim kaka qilib qo'yaman, so'raman desam har safar. Вот mana yoqda kipriklarimning murdasi o'lib yotibdi. Ektirgan kipriklarim murdasimda taraganda uchib ketadi qayergadir. И вот mana shunaqa musorlar ko'p chiqadi. O'ylamanglar sizlar, har doim akkuratniy turadi, lekin orasiga tiqib olgan bo'laman. Bunaqa qalamlarimni ochib, menimcha ko'pchilik qizlarda shunaqa bo'lsa kerak. Konturini qalamini ochgandan keyin tozalamaydi, yotaveradi mana shunaqa. Menikiga o'xshab. Mana shunaqa mana shu qalamni ochib tashlab ketaman. Sochlayotgan bo'laman. Uyda почти umuman makiyaj yurmayman. Har qayerda uyda makiyajda yurmayman. Uyda mana bo'ldi, umuman makiyaj qilmayman. Qizlik paytimda ham shunaqa bo'lgan uyda. Nimadir reklamam yoki nimadir ham bo'lmasa, tak umuman makiyaj yurmayman uyda. Hijobli отношенияmiz yaxshi baho. Отношенияmiz yaxshi baho. Tushunmadim men. Qaysi hijobli? Hamma hijobga kirib ketgan-ku. Voy Islom hammi o'liyagar. Olmazor 98. Erizma narsalar zakaz qilasizmi? Men erimga narsa zakaz qilmayman. Uni 2 xatmisan? Yo'q, 2 xat yedim, 2 xat emasman hozir. Yuragim siqmalaring. Doim kiprikda yurasizmi? Постоянно да. Chunki kiprigim bo'lmasam, men o'zimga bo'lgan samotsenkam tushib ketadi. И вот mana yoqda highlighter, bunaqa kontur, rumiana, mana shunaqalarim. Orqadagi mana har bir marta ham ishlataman yengi. Mana Dior, har xil mana ishlataman faqat. И вот mana rumiana. И mana pudradan, mana tegidagi pudra zo'r deyshadi. Mana qizligimda olib kelganman. Mana tegini zo'r pudra dedi, lekin men bir marta ham hali pudra ishlatmadim shu pudrani yuzimga. Baqalaysiz, qaysi rang ro'molingiz yoqadi? Ko'proq normalniy. Uminisa Robiya O'g'ilshod degan qizlar ha, bo'ldi. Qalaysan? Qalaychalar. Esladim. Ko'p Robiyalar ko'p bo'lganda, o'qishda bilasanlar, bitta qiz bilan yurmasdim. Hamma bilan o'rtoq bo'lib ketaverardim. Любой xonaga kirib o'tirib olardim. Darsda ham вообще farqi yo'q. Bespredel edim. Ruhshon opa degan ustozimiz bo'lardi, kuratorimiz. Chekiga tushardi-yu, darsga kirdim. Kirmasdim u darsga umuman. Shunaqa. Tushadim. Bir balo pudra yog'li yuzga tushadimi qizlar? So'rab ko'ring, nima bo'ldi? Tushib qoldim, Alloh sabr bersin inshaalloh. Keyin egzi bo'lib, ha, xuddi hozirda shunaqa, prosta gapirgim kelmayapti. Misol uchun bir xilla qo'ydi-ku, meni Farida qo'ydi storiyasiga. Mana shunaqa bo'ldi debdi. Misolchilik qo'ydi-ku, men qo'ygim kelmadi bunaqa narsani. Odamlarga gapirgim ham kelmadi. Shuning uchun orada ham yo'q bo'lib qoldim. Gapirib videolar olardim-ku bilan. Olmaydigan bo'lib ketdim, gapirgim kelmadi. Shuning uchun so'ramanglar davomli. Nimani? Nimani anasan? Qaysi? Mama chiroyli yoqib qo'yganman. Umida bitigani bo'lardi keyinda. Men oldin sizga havas qilib taqdid ro'mol o'rab bo'yamoqchi bo'lardim. Umuman yarashmaydi menga. Nega? Bo'yish nechi? Birov nechi deb o'ylaysiz bo'yim? Voy gapirmang. Nima deb bo'yim? Постоянно ro'molda yurasiz. Sizlarga shunaqa ko'rinaman. Men atak uyda ro'molda yurmayman. Buni yaqinda anaqa qildim. Toza qarab qo'ydim, bu toza. Qaranglar. Вот. Cho'tkalarim o'zimdan ko'p. Mayda cho'tkalar ham bor, как будто makiyajga o'qiganman. Nechta qarindoshimizdan to'yda o'zimni uyimdagilarni oyijongilarni pastanni o'zim bo'yantirib yurdim. O'zimga ishlatmayman, lekin boshqalarga ishlataman mana shu. O'zimga bitta mana cho'tka bilan o'liyagar. Mana cho'tkani ishlataman. O'zim bo'ldi. Boshqa hech narsasini ishlatmayman. Hey! Qo'limdan tushib ketdi, ne baqirvoz? Baqirme. Xo'pmi? Mas, xopding.
Hop. Qachon ko'rishamiz Ismoil? Boring, siz bevafosiz-ku siz. Hamma bilan o'rtoq bo'lib ketib, voy jikarim, qilib yurasiz-ku Ismoil. Yuravering siz o'sha qizlar bilan. Ertalab rostdan necha o'tirasiz, qayningiz bilan turasiz-ku. Men ertalab turmayman to'g'risi. Qizlar, men ertalab turmayman, bekitmayman. Men obedda turaman. 12 1 2 qilib turaman. Chesna. Aytaman, 12 1 2 qilib turaman. Shunaqa yomon kelinman men. Oy, bo'yim shunaqa meniki, bunaqa bilaman.